Hammani xudoga soldim. O'zimasman. Bolalaringdan qaytsin. Olvoq qaytma. Sen bergan pullarga ozgina pulimni qo'shib, shu do'konni oldim. Shu remontiga bir 5000 pul yetmayapti. Sen ham yordam qil. 5000 mi? Bo'ldi, kechki xalqqa beraman aka. Jon sen ham rahmat. Opa, savdolaringizga ko'z tegmasin. Bir minutga tashqariga qarab oring. Ko'chada kutib turing, hozir chiqaman. Opajonim, mana pulingiz. Zo'r, krupniy klientim tayyor turibdi. Shunga $5000 tovar bermasangiz bo'lmaydi. Omina, 5000 lik tovar bera olmayman. Va opajonim, xavotir olmang. 10 kunda olib kelib beraman pulingizni. Mana olib kelib berdim-ku. Siz ham mana pul ishlab olamiz. Mayli. Sizni xalq tanigan uchun sizga ishondim. Voy, opa, yangi mashinalar maro bo'lsin. Rahmat ukam, arzimasa ham mana sovg'amni olib qo'yarsan. Keyin yoki sen o'zi zo'r mashina beraman. Opam, rahmat kattakon. Sizdek opam borligidan faxrlanaman. Doniyor, eshikka odam keldi, shuni ketkazib yubor. Bo'ldi, hozir his qilaman, opa. Jonga tegdi bu xotin. Opa, menga qarang, jonga tegdingiz o'zi keverib. Agar yana bir marta kelsangiz, 0-2 qilishga majbur bo'laman. Voy, fillos. Ishimni yopib qo'yibdim. Men senlar bilan boshqacha gaplashaman hali. Hammani xudoga soldim seni. Amaga sekiro taqillating. Shu xonadonni erkagi senmisan? Omina, oq ko'ylagimni dazmollab qo'yganmisan? Nima janjal bo'ldi yana? Tushunmadim, amaki. Nima baqir-chaqir bo'lyapti yana? Tinchlikmi?